Yo'qotgan edim yo'limni hayotni so'qmog'ida. Men uchun real dunyo internet tarmog'ida. Mendan umidi katta insonlarga ko'z yumib, shuni bilib tanlagan asli men ahmog'idan. Xuddi sevgisiz hayot men uchun emas mavjud. Jim bo'lib qoldimmi demak xayollar gavjum. O'zimga bo'lmasa ham faqat yaqinlar uchun. Har tong uyg'ongan odam kuchli bo'lishga majbur. Ertalab turgin doim taslim bo'lishga haq yo'q. Endi eng muhimi emas qorin ochmi yoki to'q. Haqiqiy dunyoda meni xayollarim xavf ko'p. Yashaymiz talosiz hayot, rejim beradi hardcore. Har kuni harakat bor, ko'rinmaydi rezultat. Kayfiyating bo'lmasa ham o'zganikini ko'tar. Sog'ligim bahona emas, qilib aytganda sodda. To'xtatolmas hech nima, maqsadi bo'lsa odam. Mol davlat og'ir bo'lmasin bu tarozi pallasi. Imkonsiz ko'ringan ishni bo'ladi amallasi. Ruhlantiruvchi gaplar aslida foydasiz. Inson ongli ravishda agar o'zi tanlasa. Kerak emas hech qanaqa o'zgalar olqishi. Kutmayman qachondir omad kulib boqishi. Charchab qilayotgan bugungi har ishim kelajagim uyiga qo'yadigan bir g'ishim. Qilgan bu xatolarim ertangi kunga qalqon. O'zimni yo'qotsam yana tortilar uzun arqon. O'zimni nazorat qilish bu jonimga qasd emas, chunki ba'zida nafsimni yeya olmaydi vijdon. Hayotda o'z yashadim va ko'rdim odamlar har xil. Agar tushunsang bo'lmaydi chin mehrning narxi. Faqat o'zini emas boshqalarni o'ylagan inson va qul nafsiga bo'lar odamning farqi. Bilaman hayotim asli hech kimga qiziqmas. Yuradigan bu yo'lim bir tekis chiziqmas. Meni orzularim bor va ular buzuqmas. Qo'rqaman kibrli yo bo'lib qolishdan ziqni. Bu shunchaki qofiya emas yozilgan desang o'ylab. Hayotim kitobida ko'p keraksiz joylar va ketkazgan har vaqtim men safsatda so'ylab. Ajratmagan vaqtimdir kutganida oilam. Hayotda o'z yashadim va ko'rdim odamlar har xil. Agar tushunsang bo'lmaydi chin mehrning narxi. Faqat o'zini emas boshqalarni o'ylagan inson va qul nafsiga